Salom do'stlar. Men Olim Shuhrat. Hafta davomida sodir bo'lgan migrantlarga oid yangiliklarni men bugun qisqacha qilib sizlarga aytib o'taman. Moskva shahriga dronlar yordamida keng ko'lamli hujum uyushtirildi. Bosh konsulxona va migratsiya vakillari spetspriyomda o'tirganlarga yordam ko'rsatishdi. Sankt-Peterburg shahrida 150 mingdan ortiq migrantlarga soxta hujjat qilib bergan, ya'ni registratsiya qilib bergan jinoiy guruh qo'lga olindi. 2024-yilda 157 ming muhojir Rossiya qonunchiliklarini buzganligi uchun majburiy Rossiyani tark etdi. Migratsiya agentligi muhojirlarga yordam ko'rsatishni taklif qilyapti. Sankt-Peterburg shahrida moto, velo haydovchi kurerlar diqqatiga. Umumiy qilib olganda Rossiya bo'ylab mana shu kurerlik qilayotganlar uchun video so'ngida kerakligi ma'lumot. Migrantlar hayotida sodir bo'lgan yangiliklar bilan birma-bir tanishing. Moskva shahrida kuni kecha ana shu dron hujumlari amalga oshirildi. Dronlarning qoldiqlari ko'p qavatli uyga qulab talafot yetkazgan holatlari bor. Ushbu dronlarning hujumi sababli Buxorodan uchgan samolyot Samaraga qo'nishga majbur bo'ldi. Nuku aeroporti vaqtincha yopildi. Shu sababdan Buxorodan uchgan samolyot Samara shahriga qo'nishga majbur bo'ldi. O'zbekistonning Yekaterinburg shahridagi bosh konsulxonasi va migratsiya agentligi vakillari mana shu migrantlar saqlanayotgan vaqtinchalik saqlash izolyatsiyasiga tashrif buyurishdi. Mana shu Ramazon oyi munosabati bilan ularga moddiy, ma'naviy yordam ko'rsatishdi. Tashrif doirasida bu yerda vaqtincha saqlanayotgan yurtdoshlarimizga milliy taom osh tarqatildi. Qisman bo'lsa mana shu yerda vaqtinchalik bo'lib turgan vatandoshlarimizni qo'llab-quvvatlandi. Shu o'rinda mana o'z fikrlarimni aytmoqchiman. Do'stlar, tushkunlikka tushmasligingizni, bu kunlar albatta o'tkinchi. Mana shu yerda vaqtinchalik saqlanib turganingizni yoddan chiqarmasligingiz kerak har daqiqa har on. Bilaman, bu yerda yengil bo'lmaydi. Lekin vaqtiga kelib, har biringiz bu kunlarni o'ylab, xotiralarni yodga olib, kulib eslab qo'yasiz. Sankt-Peterburg shahrida 150 mingdan ortiq migrantlarga soxta hujjatlar rasmiylashtirib bergan, registratsiya ro'yxatdan o'tkazib bergan jinoiy guruh qo'lga olindi. Muhojirlarning registratsiyalari va shu asosda olgan hujjatlari bekor qilindi. Kim mana shu xizmatdan foydalangan bo'lsa, Sankt-Peterburg shahrida turib, bularning registratsiyalari muddatdan avval ma'lumotlar bazasidan chiqarib tashlandi va mana shu qayta migratsion ro'yxatga qo'yish uchun bularga ma'lumot yaratildi. Ya'ni katta ehtimol bilan shu kishilar mana shu maxsus reyestrga kiritildi. Shuning uchun ogoh bo'lish kerak. Registratsiya sotib olishda, registratsiya qilishda iloji boricha siz yashab turgan manzilingizdan ro'yxatdan o'tganingiz, ya'ni registratsiya qilganingiz to'g'ri bo'ladi. Men har doim aytaman, bunda jinoiy guruh qo'lga tushib qolgudek bo'lsa, siz registratsiyani bu kundan sotib olgan bo'lsangiz, siz ma'lumotlar bazasidan darhol chiqarib tashlanadi shu kunning o'zida va mana shu yaqinda joriy qilingan katta ehtimol bilan reyestrga ham kiritib qo'yishlariga sabab bo'lishi mumkin. O'tgan 2024-yilda 157 mingdan ortiq xorijliklar qonunchiliklarni buzganliklar sababli majburiy Rossiyadan chiqib ketishganini aytdi. Mana shu Rossiya Ichki ishlar vazirligi vakili Irina Volk bu 2023-yilgi ko'rsatkichdan 45% ga ko'proq. Rossiyaga kirishni taqiqlovchi kishilar soni ham oshgan. 2024-yilda bular soni 267 ming kishiga yetgan. Shu o'rinda muhojirlar bilan trudovoy dogovor tuzish soni ham birdan 3 barobarga ko'paygan, ya'ni 3 million kishiga yetgan. Meni o'ylashimcha 2025-yilda migrantlar kutgan ko'p kunlar keladi. Ya'ni mana shu yaqin orada kuzatyapmiz, dollarni rublga nisbatan kursi tushyapti. Afsuski, arzimagan sabablar bilan migrantlarni mamlakatga kirishini istamaslik va migrantlarda o'zlari ishtiroklarisiz Rossiyaga kirishga taqiq qo'yish holatlari avvalgi yilgiga nisbatan ko'paygan. Biroq biz kutamiz, mana shu 2025-yilda o'zlari ishtirok etmay qo'yilgan zapret turlari va arzimagan sabablar bilan qo'yilgan zapret turlari amnistiyaga tushishi biz ham kutyapmiz va bunga tarafdormiz. O'ylashimcha, mana shu amnistiya joriy qilinsa, rubl kursi tushishda mana shunday davom etsa, migrantlar ko'p kutgan kunlari yaqin orada o'ylashimcha keladi. Migratsiya agentligi Rossiya hududidagi migrantlarga yordam qilishni taklif qilyapti. Rossiyada ishlayotgan fuqarolarni Putinning farmoni asosida
hujjat rasmiylashtirishga yordam taklif qilyapti. Hujjat rasmiylashtirmoqchi bo'lgan fuqarolar savollari bo'lsa yoki qandaydir tushunmagan holatlar bo'lsa, migratsiya agentligi tomonidan tashkil etilgan aloqa vositalariga murojaat qilishlari va bu yerda o'zlarini qiynab kelayotgan savollarga javob olishlari va mana shu qonuniy maqom tiklash yo'lida yaqindan yordam olishlari mumkin bo'ladi. Sankt-Peterburg shahridagi moto haydovchi kurerlar diqqatiga. Umumiy qilib olganda Rossiya bo'ylab mana shu kurerlik qilayotgan aka-ukalarimiz diqqatiga. Kichik skuterlarda kurerlik qiladigan bo'lsangiz, ogoh bo'lganingiz ma'qul. Chunki 13-mart, ya'ni 20-martgacha Sankt-Peterburg shahrida va boshqa shaharlarda mana shu moto sezon boshlangani sababli siz migrant bo'lasizmi yoki Rossiya fuqarosi, buni ahamiyati yo'q. Politsiya reyd tadbirlari mana shu moto sezon kelishi bilan kuchaytiradi. Shu joylarda ehtiyot, ogoh bo'lganingiz ma'qul. Do'stlar, yangiliklar shu bilan o'z nihoyasiga yetdi. O'ylashimcha, ushbu ma'lumotlar, yangiliklar sizlarga kerakli va foydali bo'ldi. Ushbu ma'lumotni do'stlaringizga ham ulashib qo'ying albatta. Kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, albatta obuna bo'lishni yoddan chiqarmang. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr do'stlar. Salomat bo'linglar.